ishing bordi. Ha, haligi dondan sotlik chog'ingiz bor-ku. O'sha sinib qoldi. Shuni xabarni berishga keldim. Undan keyinchi nima? Ro'zg'orda mening pichog'imdan boshqa pichoq yo'qmikan? Ha, shoshib qoldik-da. Terisi bor bo'lib qolmasin deb childikda. O'zitning terisini nimaga ishlatasanlar? Ha, qora o'lgandan keyin terisi bekor demasini childikda. Nimaga bo'ladi? Ha, qora o'lgan otning go'shtini qo'yib buku bo'ldi. Qorong'ulga otning go'shti qayerdan keldi? Ha, begona ot emas. O'zimizning to'ra qashqari go'shti. Voy bola, o'ylab gapir, to'ri qashqa bo'ldi deganing nimasi? Ha, u hech aravaga qo'shilmagan ekan. Biz uni aravaga qo'shgandik. Zo'rqa bo'lib qoldi. Voy, padarlarati, shuncha arakash otlar turganda bitta voqqiga uloq oti bilan suv tashiysanlarmi? Ha, o't bitgandan keyin uni uloqchilikka qarab o'tiriladimi? Bir chalak bo'lsa ham suv tashlayveradi. Ha, o't ketdi deganing nimasi? Qayerga o't ketadi? Ha, o't avvalni omonxonaga qaytdi. Keyin omborga ketdi. Keyin qo'rg'onga ketdi. Shunaqa qilib tashdikda. Qanaqa qilib ombor yonadi axir u yerda? Omborda yonadigan narsalar yo'q-ku. Bug'doy bor edi, to'g'ri, guruch bor edi, to'g'ri, yog' bor edi, to'g'ri. Axir shulardan o't chiqadimi? O'ylab ko'r. Ha, mening ham fikrim shudir. Boshqalarning ham fikri shu. O'z avvalo omonda o'tdi. Keyin qo'rg'onga o't ketgan bo'lsa kerak. Voy, Qur'on ham yondi degin. Ha, Voy, sho'rim urdi, juda ham urdi. yomon bo'ldi. Uzoq yondi. Qo'rg'on ham yondi. Ombor ham yondi. Ular to'g'ri, Qur'on qanaqa qilib yonadi? Shahardan ketgan ekan, shahardan. Voy bola, o'ylab kagir, axir mening dargohimda shakki urib qolibdimi? Axir Toshkentdan shuncha lampalar olib kelib qo'yganman-ku. Kerosin desang 1 yilga yetadigan qilib bochka zapas qilganman. O'zi xo'jayiningiz odam juda axboror ekansizda. Butun boshli